Darvoza bo'lsin, bitta bo'lsin, mahallada zo'r bo'lsin, qanaqa zo'r bo'lsin, chidam tomonlama, video tomonlama, narx tomonlama ham har tomonlama zo'r bo'lsin deganlarga darvozani o'dari ko'rsatib o'tamiz. Har tomonlama chidamli, yomg'irga ham, quyoshga ham har tomonlama. 5 yil, 4 yil o'tgandan keyin zanglab ketib, kraskasi ko'chib ketmaydigan eng kultli darvoza Namangandamiz, Voyt akamiz sexlarida yana. Assalomu alaykum. Xohlagan bo'lsa, gapiravering aka. Yangilik darvozalarimiz. Ramazon oyidamiz. Hozir bilasizlar, ilibuzda vaqt elga kelgan ishlarimiz sohasi bor. Shuni hisobiga kacheli kalovotni saqlab tashlayapmiz. Bu tomonda kacheli karavotlar taklab qo'yilgan. Hozir o'sha klientlarga chiqarib olayotganlarimni tushuntiraman. Ishni zakaz qilib. Bular ham hozir zakazga chiqib ketyapti. Bu yerda so'kuvga tanlab qo'yganlarimiz bor. Ertaga kuni shoshib qolmaydi. Bo'ldi. Aka, videoni boshida bekor ko'rsatmadim. Darvoza tanlashda ham ustalar tomonidan o'ta professional qilingan, darvozaga o'ta gap yo'q. Zo'r qilinibdi. Qaytga bu aka? Xohlagan bo'lsa shu o'zimizga. Namanganga. Sho'ro degan joy bor. Shu mashhur deyiladi. O'sha joyga. Shu bilan darvozalarni 2 yil oldin borib o'zim o'lchaganman. Nasibamiz endi ekan. Tushundim. Kamuzlar safar deydilar, keldilar, o'zlari kelib, nima qildirdilar. Tushunarli. Lekin darvoza tanlashdimmi, adashmabsiz. Zo'r har tomonlama. Ozgina ma'lumotlar ham o'ziga yarasha ochgan. Aka, mono narsa yangilik bo'ldi, chunki birinchi ko'rishim nima boshqacha bo'pti. O'ylardi. Endi klient talabi, xullas dizaynga tushunarli. Pulni bering-u, sifatni bemalol talab qilavering. Siz aytgandek qilib berishadi. Qaranglar, puldan ham ayalmagan, sifat, materiallar ham ayalmagan, o'ta boshqacha chiqdi. Masalliqda hammasi, boshi yomon degan odam o'sha masalliqni zo'r qilib soldirsa, ana undaki o'sh. Zo'r. Aka, necha qavat bu? 2 qavatli, o'sha 1.8. Qo'rqmasdan aka o'zingizni maloto ko'taringizni ham ko'taringchi. Zo'r. O'tirgan. O'ta zo'r. O'zimizga sifatga, materialiga ishlash kerak bo'lgan hamma narsani hech kimni ayammaydi. Tushunarli. Aka, shumkami bu, shumka emasmi? Shumka. 2 qavat shumkali. 8 dis mana bu yerda shumka. Bu joylar shumka emas. Chunki shumka qilinadi, yana klient talab qilsa 2 qavatini 1.8 qilib, orasiga 8 kilovatni so'rab shumka qilib o'shanda qilib bersin, 3 qavatni o'shanda yana ham o'zi bu ham shumka. O'zini yukiga, xizmatiga, sifatiga zo'r. Bo'ldi. Agar sifatini ko'rdik, sifat tomonlama o'ta zo'r. Mana ost qismlarini ham ko'rsataman, tepa qismlari. Endi darvozaga gap so'z yo'q. Endi aka buni necha yil ishlatdingiz, kvadrat qanchadan bo'ldi? Batafsil ayting. Bizga 1.8 dis ishlatganmiz. Qavat yerim oldik. Orasiga istilasi tushuncha 1 kvadrat metr darvozamiz 1 million 400 ming so'm. Shu turishi-ya? Ha, kvadrat 1 million 400 ming so'm. Mana o'sha kirib chiqib qatnaydi bu ishingizda. Mana bu garaj qoldi. Katesh forma qilib qo'ygan, o'sha chiroyli qilib solgan. Bu yer nasibsi, oilalar maza qilib yashashsin. Zo'r. Наличный degan 30 santimetrdan 40 santimetrgacha qilinadi. Bu ham kvadratga hisob kitob qilinadi. Bu ham o'sha kvadratga kiradi. Aka, bu ham o'sha 1.8 mahi? Ha, bo'ldi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa kvadratga kirsa bo'ladi ekan. Shuncha klient nima bo'ladi, shuni tushuntirib qo'yapman. Aka, darvozaxona qurib qo'ydim-u, shu 3.30, 3.5 qurib qo'ydim. Ozgina ichim chiqmayapti, kichkinada bir 50 deganlarga darvozani videoni katta ko'rsatadi ekan-a? Katta qilib. Mana sifat, alkofonda ham, tunkofonda. Bermaydi. Boshqa narsa ham mana sifat o'tish bo'lmaydi. Ming xohlamaysiz, chok bo'ladi, boshqa bo'ladi, mana ochiladi, yoriladi deganda, qisqa aytganda bu qolip. Qanday bo'ladi? Qolip bo'ladi. Yoniga endi xohlang traverding, xohlang Leonardo qilasiz, nima qilsangiz qilaverasiz. Masalan, granit qilib chiqartiryapti. O'sha qiladi, lekin bu boshqa. Aynan boyaga aynan mana shunaqa darvoza zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bunga mos kachelamiz ham bor. Naveslari ham bor. Hammasi. Hozir aka, Xudoga shukr, xalqimiz, aholimiz pul tomonidan antima, pulni sanayu bitada qutilay, orcha hamma yo'g'im bo'lsin degan akalarimizga mana bu yerdan darvozadan nima desangiz bor. O'lchaymiz, xonadonga bir yangilik ideyalarni berib, kutgandan ziyod. Zo'r. Tinchlik bo'lib turibdi, hamma yo'q bo'lib turibdi. Mana musofir yurtda O'zbekistonda pul topishib, mana shunaqa chiroyli darvozalar qo'yilyapti. Biz xursandmiz faqat. O'ta zo'r. Yangilik, kundan kunga yangilik. Darvozalar masalan 12 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, kesakidan kesakiga. Kesakidan kesakiga 12 kvadrat, xo'p. Agarda mana neresi ushlangan bo'lsa 15-16 kvadrat qarab ketadi.
To'g'ri. Seni bilib olish uchun. Mana shu yonini shunday ko'rsatay, faqat nima deyilyapti ekanligilik mana bu yon qo'shilyapti-da. Mana kesak edi. Mana bundan kesak. Mana bu tomoni narishi pulga qo'shiladigan. Endi mana o'sha yopilib ketadi. Mana bu yerda suvarka qilib, to'g'ri yopadi. uyini hamma razmerini biladi. 3 kvadrarni deylik, masalan, taxminan 15 kvadrat bo'lsa, sizniki 17-18 chiqadi. Sabab temir qo'shilyapti, mehnat qo'shilyapti. 5-4 million so'm qo'shilgan narsa ertaga juda Boshqa. kerak. 1 million 400 ming so'm kvadrat metri shu o'rog'iga chiqayotgan. Shtampovnilar o'zamiz. Bu shtampovnimi? Ha. Qo'l ishiga o'xshab chiqibdi bu. O'sha qilingan. Listimiz 1-3lik. Qovurg'alar 6 ga ko'rdik. Mana tomonda ekranda nima tomonida qora qalin qo'yilgan. Ish kerak bo'lgan material, vibralar, kraskor sholdan, gruntovkalar, oldida sochgan toza kraskamizdan orqa tomondan sochganmiz. Orqa oldi kraskasi bir xil shu rangda. kesakisi 2 tiyeni tagi 10 shivellar. Mana bu narsasi vibra degani aka. Bo'ldi. Vibrasi. Masalan, mana bu yerga mana o'sha 1,5 qo'yib, ishini tirqishdan xonadondagi odam ko'rinmaydi. Shumka deydi, ovoz chiqmaydi, ba'zan ovoz kirmaydi. Bundoq qaraganingizda yo'riq tushib o'tdi, odam soyasi, boshqasi bilinadi. Albatta. Kerak bo'lsa aka, mana shudan tashqaridan qaraganda ichkari bemalol ham ko'rinadi, kichkina yerda ichkariga qaralsa. Yopilibdi-da. Kvadrat metr 700 ming so'mdan bor o'ynaydi. Darvozadan qo'yishdan maqsad uydagi narsalarni ko'chaga ko'rsatmaslik. Bo'lgandan keyin umuman ignada ham joy qolmabdi, zo'r qilib yopilibdi, zo'r. Oliy qilingan. Masalan, savol berilishi mumkin. Arzonroq varianti ham bor. 550 ming so'mdan 750 ming so'mgacha qilinadi. Puliga yarasha bo'ladi. Puliga yarasha. Lekin bizda sexda ishlash kerak bo'lgan toza materialni ishlab tushuntirmaydi. Ma'qul deyilgan narsani qilamiz. Akaligi, hammada kichkina eshik deyiladi, ot eshik deyiladi. Qaysi biri? Mana bunisida? Hozir o'sha qatnov eshigi shu. Qatnov eshigi mana shu. Zamoyda o'rni. Zamoy qo'yiladi. Yolg'on eshik deydi. Mana bilan buni bir xil qatnov. Zamoy bo'lmasa topa olmaysiz-da. Mana bu zamoy. Ikkalasi kak nega eshiklar turadi. Ha, yana qaytadan to'ldirib ketaman. Aynan shu darvozalarda O'zbekiston bo'ylab kachelarni ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul borib o'rnatish, shu zamoylari ichida hech qanaqa bitta pul sanaysiz bo'ldi. Hamma yo'g'ini o'zlari qilishadi. Masalan, borib joylarni o'zimiz o'lchab olamiz. Chunki ertangi kunda katta tushdi, kichik tushdi, muammo bo'lmasdi. Tushunarli. Ya'ni biron pulga qo'ydirgan odam yo kattaroq yo kichikroq qilib xonadondagi ustalar yo boshqalar o'lchab bersin. Stachkaga, patologiya, plitkaga zarur olinmasa qiynaladi. Shuning uchun o'zimiz bir o'lchamiz. To'ppa-to'g'ri aka. 10 sm adashiladi. Shu bilan ketdi. Buzadi aka. Yoruzdan pastga tushib qolgan bo'lsa taqiladi. Vid buziladi. O'sha akamlarni eshiklari, podval eshigi bu. O'sha podval eshigi qilib berganmiz. Podval eshigida endi bu. Podvalga kirish eshigi bu ham o'sha. Ko'rgan odam buni shunda ko'rganda MDFmikan deydigani aka. Вообще dahshat chiqibdi. Zo'r, qo'llanib ko'rmasin. Zamoylari ham qo'yiladi buni ham. O'zlar Zavodskoydan dedilar, ketib yo Zavodskoy material parashlik qilib ertaga menga nima bermasin. Mashinaga nima qilib beringlar dedilar. Undan ko'ra sal o'zgartirish kiritib, buni podvalga dedi. Podvalga qilindi. Aka, nima bu? Faqat mogri shunaqaga o'tib ketdi. Hamma odamlar oddiylikka, kirishim oddiylikka e'tibor qaratyapti. Hali qizil, boshqa narsalar o'zi qaytilyapti. Mana 2 oy shundan beri turibdi. Nimaga turibdi aka savol? Bu sheyga, sotuvga qilgan. Ha, pakas. Ha, ertangi kunda bir kishi so'raganda haligi yo'q demaslik. Tushundim. Birinchi o'rindan pakas, keyin kelgandan keyin katalogda bunda turib ko'rsa, sifatini ham ko'rib ketadi-da aka. Ko'rganda o'zlari gapirishadi. Darvozamiz Qayta ko'rsatdilar. Choklarni qaranglar. Hamma narsa mana 2-3 oydan beri turgan narsa. Chok. Kvadrat metr. Zo'r. 1 kvadrat $100 2 qavatli. 1 qavatli 1 million 120 mingdan boshlab yo'q ketaveradi. Klient talabiga qarab. Darvozani hamma ham qilishi mumkin. Arzonroq ham qilib beramiz. Lekin sifatini buzib. Aytganim aka, darvozani hamma ham qilishi mumkin, lekin sifatli qilish ustasini qo'lida faqat, to'g'rimi aka? Jigo ko'rsatiladi, ishga javob. Namangan Promzona Void aka-ukalar desangiz hamma bilishadi. Eshik olganisi, burimiz eshigi ichidagisi. Bu kichkina eshik-a? Pirofot qatnov. Qatnov eshigi. Zo'r. O'sha eshigi ichidagisi. Masalan, bu darvozani 4 metr bo'lsa, burisi 3 qirq.
Eshigini chiqarib qiling. Demak, aka shu razmerga to'g'ri kelganlarga sraz dostavka ekanda. Sura sotiladi. Sotiladi. Pulini kelsa bo'ladi. Bo'l. Chunki katta mashina kirishga, mana eshigim nima deyilganda bunaqa qilib beradi. Samarqand Tepasi ochilmaydigan buni. Ha. Samarqandga chiqish kerak bo'lgan darvozamiz ozgina risklar uzunroq turibdi. Nasib o'sha chiqadi. 550 ming so'mdan 700 ming so'm, 750 ming so'mgacha qilmoqda. Klient aloqachi qilsa, bu narsani mana vibralari bor, oldiga qadash bor, orqaga qadash bor, shibellar profil, o'sha material mana qayerda qarash, ular o'sha klientlar o'zlari tushunadi. Tushunarli. Demak, bu samarqandlik akamiz zakaz qilgan, uje dastavka bo'lib ketadi. Qaysidir sabablarga ko'ra turibdi hozircha bu. Tushunarli. Masalan, ko'pchilik mana qishdan chiqish aka, to'g'ri. Hamma qish deyilganda o'zi hamma tushunadi, lekin darvozamsan darvoza bo'libdi. Bu uymi, ishxonami aka? Vahsha katta va qarang siz turishingizni qarang, darvozani qarang. mana Qasr ekanda. Shu yarimga 370 lik darvozamiz. Tarixlasam pastda turibdi. Ha, to'g'ri. Darvoza u ham qasr ekanda, ko'z tegmasin. Ixtiyor. Yavaz berdim. Ruchnoy darvoza. Shishaviy list deyiladi. 1.8 emas. Yani pechachkis ham bor. Bu 1.3.5 ming. Lekin masalan, haliga shtampli darvozadan sal qimmatroq bo'lsin. Ruchnoydan olsin, ozroq bo'lsin degan odam. Bir qavatli darvoza. 1 kvadrat metr 8 ming so'mdan bo'ladi. 8 ming so'm. 1 kvadrat 8 ming so'm. Mana o'sha biriga 2 sportga qilinadigan narsa. Aka, buni ular qilinganmi yo bosmami bular? Ha, demak, qo'l ishi ekan bu ham. To'g'ri, qo'l ishi ekan. Shunga ham tushuntirib qo'yapman. Bemalol klientga so'rasa bo'ladi. Zo'r. Kacheralarimiz Bu ham o'ta zo'r chiqibdi. Keyin aka, bitta so'ray. Bularni hammasini osti shivellermi hozir? Ha, taglash bo'ladi. Xolasa profil, xolasa shiveller qilib berasizlar, ha? O'zi ko'rcha biz shiveller qilib beramiz. Sababi Mashina kiriladida baribir. Baribir iziladi. Ha. Qirradang. Darvozani muvozanat yo'qoladi. Zo'r. Haliga profil qilib ber degan odamga bitta ikkita uloq solib bo'lsa ham shiveller qilib chiqadi. Aka, men darvozamni o'rnatdilar, o'shanda xuddi shunaqa o'xshash darvoza bor. Osti qismiga mana shunaqa qilib berishdi, keyin stashka qilib qo'ydim. Ishonavering, ustalar ham shunaqa professional ekan. Bir kunda ertalab soat 10 dami nechida borib, qisqasi 3-4 soat ikkita darvoza o'rnatdi. Ikkalasi ham qo'l ishi, hali bilsangiz, bojam ikkalamizniki. Darvozani eshigini shunday ochib turib, shunday qo'ysa aytgan joyida turibdi-da. Kattasi ham, kichkinasi ham. Ota-bola borishda o'ta professional akalar ekan. Darvozani o'rnatishda ham, ishida ham hamma yerda puxta bo'lgani yaxshi. Chunki darvoza eshigini hozirgacha ham qo'ygan joyida qolyapti-da. Yana darvozdan aytaman, shoham gado. Ha. Ichkarida sirtqa o'qitganingiz bilan darvozadan kirish bor. Endi o'sha narsaga qarab O'zi aka, bitta darvozani ochib kirganda o'zi pul chiqib ketadi-da, chunki ochilishlari ham boshqacha-da, shaqir-shuqur yo'q, o'ta bagati. sizlar tomonga Ha, bu ishi egasi bor. egasi bor. Bor. Kelib zakaz berib, ozgina zakolat berib ketishgan. Ketish kerak bo'lgan kachera. 500 dollarlik kacherani ozgina Ramazonda skidka qilib berdi. 500 dollar darvoza Qo'qonga o'sha zakolat berib ketilgan. Bugun erta chiqib ketadi xolasa. Hozir chiqadi o'zi. Ha, bugun chiqadimi? Ha, chiqadi. Lexan, ha aka, tepa qismi. Albatta. Lexanli. Divan bo'ladi, taklanadi. Tepa qismlari Eng yaxshisi. chig'irchillamaydi, pochinaylari bor. Albatta. O'ta zo'r holatda. Karavotdan boshlaylik, keyin tomonga o'taylik. Karavotlar bor, shuni ko'rsatib, keyin o'tib ketamiz, ha. Mallarni ham ko'rsatdim. O'sha Bunga keling. Aha. O'tgan safar holatni Merjan akani gapirganda, degandik. Tojikistonda akamlar yig'ishtirlardan qilib bersang deb iltimos qildilar. Endi mana buni ham oshig'i O'tgan safar gaplashdik. gaplashdik. Ha. Aniq bir javob berib o'rningizda. Xudo xolis harakat. Ha, harakatdamiz o'zimiz. Oshig'i. Tojikistonga chiqayotganini ko'ryapsiz. Aka aytyapman, sizlarga pulini bersa zakaz qilsa deb bu narsani. Uni ozgina Etlaysizlar. suvarka uni bilinar ekan. Ozgina ya. Ha, lekin ichida qoladi, taxtdan tagida qoladi. Ha, u yo'q bo'lib ketadigan narsa ekan. Mana o'sha hali savol beriladi, qandoq bo'ladi? Mana yarim metr joyga bormaydi. Ikkita zakaz qilganlar-da. Mana o'zi o'sha upoqqa qilib qo'ydik. Mana bilamiz, endi bu safar 6,5 million qarab ketdi. 6 million, 6,5 million. Mehnat oshiqcha bo'ladi baribir. 6,5 million so'mdan o'sha moshina 6 million so'mdan tayyor mana 2,5 ga chiqib ketaveradi. Demak, aka hozir Tojikistonga aynan shu holatda yig'ilgan, ha? Mana yig'iladigan. Yo'q, fasoni mana bundayda. Mana shu o'zi yig'ishtiriladigan bo'ldi.
Mana yig'ishtirilgan bittasi, ana ikkinchisi. Taxtasiz ketyaptimi? Taxtaga qilib beramiz. Taxta bilan ketamiz. To'g'rimi? Zo'r. Endi borgandan keyin taxtaga ham ovoragarchilik bo'lmaydi ekanda. Hamma yo'q bilan mashina holatda ketadi. Taxtalariga o'nga o'xshagan svetli qilib berishadi. Bu ham o'sha bittasi. 2,5 ga 3. Mana o'tgan safar videoda ko'rganimiz taklanmaydi-da bular. Hech qanaqa oshxonashi. Oshig'i yo'q. Ammo mana o'zimiz katerlarimiz. Temirdan bular. Brend darvozalar, brend katerlar, karavotlar. O'sha mana 2,5 ga 3. Bular hammasi ishtiradigan bo'ladi. Yig'ishtiradigan bor bularda, ana ko'rib turganlaring. 3, 5,5 million so'm. Bu brendlar, aka. Brend. Agar mana bu yerga bunday to'siq qilib bo'ladi-yu, bir yosh bolam bor, unday bo'ladigan bo'lsa, ozgina pulga qo'shimcha bo'ladi. Ozgina. 6 million so'm bo'ladi. Bo'ldi. Ikkala tomonda to'siqich bo'ladi, o'rtada chiqish. Mana bu oyog'iga qo'yiladigan nimalarimiz. Mana bular ham o'sha shuniki. Oq tubi, ikkala tubi. Keyin aka to'siqichni bir tomonga o'psha qilib, bir tomondan qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Talab qilsa, bu klient xohishiga qarab. bo'ldi. Mana sotuvga buni qilib qo'yganmiz, zakazga xotirjam Xohlaganini qilib berilaveradi. Mana qarshilik akamni talab qilganlar. Halovatimni 2,5 ga 3,5. Masalan, mana ko'rinib turibdi 2,5 ga 3, bu 3,5. Rangini oq deydilar. Bu taxtalar, hammasini taxtasi mana qalinligini ko'rsatib qo'ying. Hozir bu zakaz qilgan shunaqa qilinmagan debdi. Yo'q, mashina. Hammasi shunaqa bo'ladi. Mana zo'r, qalinligi zo'r ekan aytganingiz. 2,5 ga 3,5 karavatimiz. Narilar ham xuddi shu qalinlikda. Mana bu ham ikkalasi bitta xonadonda. Hozir o'sha tushuntiraman degan. Bu Tojikistonda ikkita, Qarshiga ikkita, yana bitta xonadonda. O'sha mana onalarga, oilalarga o'sha ko'tariladi. Yig'ishtiradi ekan. Yosh kattalarda oyog'i tollaydi. Shunda xohlasa bunday qilib olishadi, xohlasa oyog'ini qo'yishib. Ham yosh bolalarga ham qulay ekan bu. Qo'ydik, bu ham bunday Zo'r. Yangilik bo'pti. Mana 2,5 ga 3,5. Bu o'zi 3 million 800 ming so'm chiqargan. Shuncha bo'lgani uchun ikkalasi 10 million so'm chiqadi. Ikkalasi. Ikkalasi. Bitta xonadonga patsvet. Rangilari ham Zo'r. Ikkita. Hozir ikkita oshnaga bu ham. Chiqayotgan qanchalik o'tkazib syomkada ko'rsatgan, ustiga yopilmagan. Hozir bu bilan mana bu ikkovlasi chiqib ketish kerak. Ikkalasi chiqib ketadi. O'sha 500 dollarlik qarovati qanchaylarmiz. Klient talab qilsa, mebel qilib beramiz. Taxta ham mebel ham puli bir xil. Ramazonga qo'yilib qo'yganman, bilasiz. Xohlang bundan zakazga qarab qilib berilaveradi. Chiqadi. 500 dollarlik qanchaylarmiz. Mana bularni o'sha 3 million 200 ming so'm. Arzoni bormi deganlarga. Klientlarga. Xizmati bir xil. Ya'ni ehtiyojlarimiz yo'q. Shu. Sifat bir xil, faqat video bilan ozgina mehnatida og'ir. Masallarda farqi bor. To'g'ri, kamroq ishlatilganda. 3 million 200 ming so'm. Ramazonga o'sha bonusda turibdi. Buni ham aka mana mebel deysa xabar beradi. yog'ochlari bo'ladi, bitmaganda endi bu. Kak bo'ladi. Ha, o'yinga borib ko'rsating. Endi qarang azizlar, klient talab qilsa, mana joyim tomni tagida turadi. Shunga kerak domir shir bo'ldi desam, 80 qo'ymagan bo'lsam 80 pullar 3-4 million skidga qilib. Demak, o'zi pona joyda bo'lsa shartmi bo'lmasa? Bo'lmasa, men bilib olasiz klient. Qancha tushib berasiz? 300 ming dollar hisoblayman, masalan bitta 80 olib chiqaman. 2 million, 1,5 million, 1,8 million, 200 ming narxi bor. O'shanda masalan 4 ta, 5 ta, 6 ta yetish hisobini olib, plus skidga nish pul bo'lsa, Taxminan 3-4 ming shunda kesildi. Bo'ldi aka, gap yo'q. Bemalol. Leksan deganda mana bu narsani aytilyapti. Men ham yaqin-yaqindan bilib oldim buni nomini. Zo'r narsa ekan lekin. Aka tunuka qilinsa qiziydi, boshga urishi mumkin. Bu qizni issiqda o'tkazmaydi-a bu. Zo'r. Mana bularimiz mana. Haligini bu olib testdan qilingan, uni o'ziga taxlab qo'yadi. Taxlanib, o'ziga mana ishtiradi. Tushundim. Zanjiri bor ekanmiz, ha? Bu ham 3 million 800 ming. Mana bunisining kraskasini shikalarini 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. Mashinaning singari bu taxtalarni qo'ydi. Bo'ldi. Mana bu bilan o'sha ikkovimiz chiqish kerak bo'ladi. Ustiga leksen yo'q, bu ham o'sha. O'rtoqlarga dedingizmi? Ikkita oshnalarga. Mana bularimiz o'tgan safar rangini boshqachasidan ko'rsatgan. 4,5 million so'm edi. Bemalol. Bularga rangini ishqiramiz. Orqalarini ham shu oysimon qilib ishlabsizlar. Zo'r.
Bu ham o'sha divan bo'ladi, taklanadi. Kofe, choy deganda. Kitob bemalol qo'ying. Nima manfaat foydalansangiz ham bo'laveradi. O'ta chiroyli holatda o'zi. Lekin aka zo'rini tanlab qo'yibdi bu ham. Ha? Umuman qarang, ko'rganda bagat edi, hamda nima bo'lib turibdi-da, o'ta. Sifatan o'sha. Sifatan o'ziga yarasha o'ta krepki bo'lib turibdi. Ekranda nomerdagi aloqa chiqsin. Agar o'zlarda kachera bo'ladi, karavot bo'ladi, darvoza bo'ladi, suvarkadan nima bo'lsa qilib beramiz. Zina, reshotka, panjara, kazino hamma narsa bor. Suvarka ish hammasi bor. O'zlariga yoqtirgan fason bo'lsa tashlasalar, uni ham summasini kelishamiz. Borib joyini ko'rib, xonadonga yarashadigan qilib beramiz. Bo'l. Aka bu kachelardan bormi yana? Taxlab qo'yilgan. Hozir ham o'tib ko'rsatsa. Bizda mana ertaga yetkaza olmaymiz deb bolalar qilganini qilaylik deb qildirib tashladik. Bo'l. Hozir u tomonga o'tib bemalol kachelarni ham va darvoza qilinib turganini ko'rsatsa bo'ladi. Yangi fasonlar bor, ularni ham ko'rsatamiz. Uni ketingi syomkada chiqadi. Keyingi videoda. Lekin ishxonani ko'rsatib o'tsak bo'ladi, ishonch bo'lish uchun. Bo'ldi aka. Mana so'z isbotiga, xohlagan bo'lsa klientlarimizga tayyor kraskasini urib ber deyishganda urib beramiz. Kachelar qator turibdi, bemeyor. Qimmatidan, arzonidan o'yinchi talabga qarab. Kraska sotilayotgan holati, burunto'pkadagi toshgan kraskasi, bu yerda mana rangini sal bo'latroq qilingan, mana bez kraska. Zakazga qarab har xil rangdan qilib berilaveradi. Ishlasa qo'lda tasvirolgan hisobiga gazini bosib, ertangi kunda to'xtatib yetkazib bo'lmaydi. Zakotovkaga harakat. To'g'ri. Bitta darvozani kerak bo'lsa 2 oy 3 oylab kutilgan vaqtlar ham bo'lgan, to'g'rimi aka? To'g'ri qilib sezaman deyilgan vaqtlar bo'lgan, to'g'ri. Hozir endi ozgina sezolmasligiga. Mana bu yerdan yana tayyor klientga chiqarishga tayyorlangani. Mana bemalol aloqa chiqsa, xohlagan bo'lsa qasrisdan deysa, rangini ko'k deysa ko'k urib beradi, oq deysa oq urib beradi. Rangini qizig'i yo'q. Ahamiyati yo'q. Behijolat bemalol aloqa chiqishingiz. Bemalol aka. Kachelarni ko'rsatdik, zakotovka jarayonini, naryoqda tayyorlarni ko'rsatdik, darvozalarni ko'rdik. Hammasi. Ha, keyin aka videoni boshlab etdik. Naryoqda bir noodatiy qilinyapti. Keyingi reklamada o'tiladi. O'ta chiroyli. Qayerga zakaz bo'lgan u? Bu darvozamiz Ashik Koson deydi. Namanganda o'ziga zakaz bo'lgan darvoza, xudo xolasa keyingi videoda ko'rsatamiz. O'ta boshqacha chiqqan. Uni ham keyingisida xudo xolasa ko'rasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa telefon nomerlarini ekranga qo'yib qo'yganmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda barchasida aktiv va yana qaytarib o'tamiz. O'zlarini ham o'sha nomeradan Optum o'sha darvoza kanallari bor. Telegram silkasini opitsiyaniga qo'yib qo'yamiz. O'tib obuna bo'lsanglar, biz kela olmagan vaqtlarda ham chiqib ketib turgan darvozalar, yangiliklarda ham o'sha Telegram gruppaga qo'yishib borishadi. Yaqinda yangi kanal ochildi. Aka, katta rahmat. Salomat bo'ling.